Salom do'stlar, aziz tomoshabinlar. Mana sizlar bilan hozir Jasorat monumenti yonida turibmiz. Jasorat monumenti Toshkent shahri Sharof Rashidov ko'chasida joylashgan. Hozir biz sizlar bilan ushbu monument to'g'risida biroz gaplashib o'tamiz. Ushbu Jasorat monumenti 1970-yilning 20-mayida ochilgan. Jasorat monumentiga kelsangiz, Jasorat monumentida shunaqa haykal bor, ya'ni erkak kishi ayol kishini himoya qilib turibdi va yonida mana bunaqa qora tosh bor. Bu qora toshga keladigan bo'lsak, bu qora tosh marmardan qilingan. Oldi tomoniga 26-aprel 1966-yil deb yozilgan. Endi umuman mana shu Jasorat monumentiga keladigan bo'lsak, bu nima uchun qurilgan va nima uchun ochilgan? Yuqorida eslatib o'tdik qachon ochilganini. Bu 1966-yil Toshkentda juda qattiq zilzila ro'y bergan va ushbu zilzilada juda katta qurbonlar bo'lgan va juda katta talafotlar bo'lgan. Uy joylar buzilib ketgan va o'shani xotirlab bu yerda Jasorat bog'i, ya'ni Jasorat monumenti qilingan. Bu qora toshda mana ko'rib turibsiz. Bir tomoniga 26-aprel 1966-yil deb yozilgan va yoriq belgilari bu o'sha zilzilani zilzila ta'sir etilgan va qancha yuraklar yorilgani, parcha-parcha bo'lgani, umuman buni tasvirlash hammaga har xil tasvirlaydi, hamma o'z nimasi bo'yicha. Men tasvirlashim bo'yicha shu buzilgan uylar, ajalgan qalblar, kimdir otasidan, kimdir onasidan, kimdir bolalardan ajragan, shuning uchun mana shunaqa yoriq qilingan. Bu tomoniga qaraydigan bo'lsak, toshning keyingi tomoniga qaraydigan bo'lsak, soat 5 dan 27 minut o'tganligini ko'rsatib turibdi. Ya'ni zilzila 66-yil shu 5 dan 27 daqiqa o'tganda ro'y bergan. Shuning uchun soatda sifir bilatini ham qo'yib qo'ygan. Mana ko'rib turibsiz. Va shunaqa qilib qilingan. Tak, ushbu monument atrofiga keladigan bo'lsangiz, atrof juda sokin. Atrof bog'lardan iborat. Mana ko'rib turibsiz, archalar, har xil daraxtlar. Odamlar kelib, aylanib, ko'rib, tomosha qilib yuribdi. Monumentning mana bu erkak va ayol turgan haykalni orqasida ham o'sha zilzilada bo'lgan voqealar tasvir etilgan. Hozir biz sizlar bilan o'sha joyda ham ko'ramiz. Bu yerda daraxtlar ekilgan. Mana ko'rib turibsiz, atrof juda go'zal qilib tuzatilgan. Mana atrofda skamenkalar bor. Odamlar kelib o'tirib, biz hozir sizlar bilan o'sha tasvirlarni ko'ramiz. Ushbu joyda shunaqa tasvirlar keltirilgan, ya'ni o'sha zilziladan keyin butun xalq oyoqqa turgan va hamma o'sha zilzilani bartaraf etish, tozalash, qurish va boshqa ishlar bilan shug'ullanishga kirishgan.
shu tasvirlar belgilangan, ko'rsatilgan bu yerda. Mana bu yerda o'sha qurilish ishlari boshlanganligi to'g'risida yana tasvirlar. Mana bu yerda quruvchilar g'ish va toshlarni ko'tarib boshlagani. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa, mana ko'rib turibsiz, quruvchilar, uylar qurilyapti mana. Agar yoshi ulug' insonlar eslashadi, ushbu zilziladan keyin o'sha Sovet ittifoqi vaqti bo'lgan, bu o'sha vaqtlar butun Sovet ittifoqidan, ya'ni butun o'sha Rossiyadan, Ukraina, Belorussiya, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Latviya, Litva, Estoniya, Qozog'iston, Turkmaniston, umuman Qirg'iziston, Tojikiston hamma joydan kelib mana shu uy-joylar qurilishga, shaharda obod qilishga yordam berishgan. Mana bular o'sha qurilishlardan keyin xursandchilik tasvirlangan, uylarga kirishlar, yana o'sha aytganimdek Gruziya, shu Estoniyalardan kelgan quruvchilarni bu yerda kutib olishlari ko'rsatilgan, tasvirlangan. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa tasvir. Bu o'ng tomonda o'zbek turibdi, chap tomonda o'sha boshqa millat vakillari dalda bermoqda. O'sha tasvirlar ko'rsatilgan. Mana bu yerda o'sha quruvchilarni kutib olish yana ko'rsatilgan. Mana bu yoqda yana qaytadan hamma shaharni obod qilishga kirishgan, daraxtlar ekilyapti. Ular shunaqa tasvirlar keltirilgan monument orqa tarafida. Mana ko'rib turibsiz. Bu monument. Monumentning qoshida mana shunaqa yoriq, yerni yorug'iga o'xshagan yoriq bor. Bu maxsus qilingan. Bu o'sha zilzilada yorilgan yerda tasviri qilingan. Ko'rib turibsiz. Marmardan qilingan. Go'yoki yer yorilib, zilzila oqibatida mana shunaqa yer yorilgan. Haqiqatan ham Toshkentda yer mana shunaqa yorilgan. O'shani tasvirlagan bu yerda. Mana bunaqa monumentni ostidan mana bu ko'rgan bo'lsangiz toshga qarab qilingan. Endi bu monumentning sizga tasvirlaydigan bo'lsam, bu yerda zilzila bo'lmoqda va tosh yorilib va yer yorilib bu yoqqa qarab ketyapti va mana bu erkak bilan ayol kishi o'sha yoriqni, zilzilani to'xtatmoqda. Shuni tasviri berilgan. Meni tushunishim bo'yicha, balki boshqachadir. Ushbu monumentda har yili 26-aprelda tadbirlar bo'lib o'tadi. Shahar hokimiyat tomonidan o'tkaziladi va ko'ngillilar jamiyat tomonidan o'tkaziladi. Ushbu 26-aprelda shu eslashib o'sha vaqtlarda zilzilani yodga olishadi. Va shunaqa tadbirlar o'tkazib turiladi. Siz ham kelib ushbu monumentni ko'rishingiz mumkin, tomosha qilishingiz mumkin. Juda go'zal qilib yaratilgan. Ko'rib xursand bo'lasiz. Va bir tomondan o'sha 66-yil zilzila bo'lgan tasvirlarni ko'rib biroz qayg'uga cho'kasiz. Albatta kelish kerak, ko'rish kerak, tarixni yod olish kerak. Tarixdan xabardor bo'lish kerak. Marhamat, kelinglar, ko'ringlar. Mana ko'rib turganingizdek, monument atrofida ham juda go'zal bog' bor.
Bog'da mana bunaqa olmalar bor ekan. Ko'ryapsizmi? Olmalar ham pishey deb qopti. Mana ko'rib turganingizdek juda go'zal joylar. Qushlar sayrashini eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Monument orqasida anhor bor. Hozir sizlarga ko'rsataman o'sha anhorni. Mana monument orqasi bo'lsa, orqasida anhor bor. Mana ko'rib turibsizmi? Hozir yana ham yaqinroq ko'rsataman sizlarga. Pastga tushdik mana. Tak, pastga tushamiz. Sirg'anib ketmasligimiz kerak. Lekin hamma joy loy bo'lib yotibdi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ayt, tushib olamiz. Sekin tushib olamiz. Mana ko'rib turibsiz, anhor. Suvlar oqyapti. Anhor yonida mana bunaqa dam oladigan joylar borga o'xshayapti. U tomonga ham hozir o'tamiz. Biz hozir paka bu tomonni ko'ramiz. Shu tomonga boraylikchi. Mana ko'rib turibsizmi, suvlar qanaqa to'lqinlab oqyapti. Baliq ovchilar bor ekan. Baliq ovlaydigan. Tepada kimdir sizaniya qilyapti shekilli. Mayli, xalaqit bermaymiz. Biz baliqchilar oldiga boramiz, yana ham yaqinlashamiz. Ну, правильно. Mana suvni ko'ryapsizmi? Qanaqa to'lqinlab oqyapti? Chiroyli. Odamlar maza qilyapti. Baliqchilar baliq tutyapti. Shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.